Qaraysiz, ichingiz eziladi, lekin poyiz ketdi. Hozir aytayotganimizdek har kuni osh yeydi. Har kuni osh yeydi. Bola chaqani yaxshi yegizish kerak ekan deb turib, har kuni osh yegizadi. Go'shtdan avval nima yeyilyapti? Meva-cheva. Chunki meva hazm bo'lishi juda yengil bo'ladi. Oshqozonni ishlab qizib olishiga ko'mak beradi. Og'irroq bo'lgan go'shtni kirishiga oshqozonni tayyorlab turadi. Motorni qizdirib turadi bizning tilda aytganda. Nafas olishi qiylandi. 30 kun faqat shu narsani yedi. Ertamanga ham, kech paytga ham 30 kun yedi, kasal bo'ldi. Shuning uchun qog'ozga o'rab yiltiroq qilib qo'ysa, yevermanglar har narsani. Yeyotgan tovuqlaringlarni qaranglar, plastmassa. Yeyotgan tuxumni qaranglar. Shubha yo'q, birodarlar. Dunyodagi eng ulug' ne'mat bu iymon ne'mati. Chunki inson dunyoga kelib iymon egasi bo'lmabdi, bu inson zararga kiribdi. Shubhasiz birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu iymon ne'mati. Endi undan keyingi o'rinda turadigan ne'mat bu tan sog'lik, sihat salomatlik, sog'lik ne'mati. Hadis sharifda payg'ambarimiz shunday duo qiladilar: Allohumma ihdina fi man hadayt va afina fima afayt. Imom Nasoiydan, Abu Dovud, Ahmad va Dorimiydan. Parvardigoro bizlarni hidoyat qilgan bandalaring qatorida hidoyat qilgin. Bizlarni ofiyatda saqlagan bandalaring qatorida saqlagan. Tani sihatli bergin, sog'lik bergin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Moja keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan bu hadis aytadilar: Allohumma inni as'alukal afva wal afiyata fid dunya wal axirah. Parvardigoro, albatta men sendan dunyo va oxiratda afvni va ofiyatni so'rayman. Gunohlarimni afv qilishingni so'rayman va ofiyatni so'rayman. Salomatchilikni so'rayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimani so'ragan bo'lsa Alloh taolodan biz ham shuni so'rashimiz kerak. Rasululloh qaysi narsalardan panoh tilagan bo'lsa Robbisidan, siz bilan biz ham shu narsadan panoh tilashligimiz kerak. Rasululloh ofiyat, salomatlikni so'rayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida aytadilar: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ikkita ne'mat bor. Juda ko'p odamlar bu ikki ne'matdan g'ofil. Shu ne'mat odamlarda bo'ladi, lekin buni bilishmaydi borligini. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Inson sog'ligini qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lganda. Tishingiz og'riydi, uxlamaysiz, voy tun shunaqa uzoqmi deysiz. Sovuq o'tib, hojatxonaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qolasiz, voy quvuqni mahkam turishi shunaqa ne'matmidi deysiz. Mana xususan qish kunlarida turibmiz. Sog'lik shunday ne'matki, u yo'q bo'lgandagina bilinadi. Borligida ko'rinmaydi. Sog'lik ne'matini birodarlar boshqa moddiy ne'matlarga taqqoslaganda sog'lik ne'matini bir raqamiga o'xshatsa bo'ladi, qolgan moddiy ne'matlarini nolga o'xshatsa bo'ladi. Qanday qilib tushunamiz? Masalan, sog'likni 1 deymiz, moli davlatni 0 deymiz. 1 bilan 0 bo'lsa 10 bo'ladi. Demak, sog' bo'lib turib, badavlat bo'lsangiz 10. Endi sog' bo'lib, moli davlat bo'lib, farzand bo'lsa 1 0 0 100 bo'ladi. Agar sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol bo'lsa 1000 bo'ladi. Endi sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol va jamiyatda hurmatga ega bo'lsangiz 10 000 bo'ladi. Mana shu 10 000 dan raqamidan oldidan 1 olib qo'ysangiz, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoyingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarning qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Parvardigor ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'raydi. Chunki inson sog' bo'lsa bolasini tarbiya qila oladi. Inson sog' bo'lsa ibodatlarni chiroyli suratda ado qila oladi. Demak, iymon ne'matidan keyin turadigan birinchi ne'mat sog'lik.
Insonning sog'ligi uning shu dunyodagi ro'simoli. Endi hech qaysi ota, hech qaysi ona farzandiga o'zi xohlagandek salomatchilikni bera olmaydi. Nima demadinglar? Sog'lik Alloh tomonidan beriladigan ne'mat ekan. Ammo otalar, onalar mana shu farzandlarini sog'ligini muhofaza qilishlikni yelkasidagi mas'uliyat ekanligini his qilishligi kerak. Demak, ota-ona farzandini salomatligi uchun nima foyda, nima zarar bilishligi shart. Bolasiga nima foyda, nima zarar bilishligi shart. Shunday otalar bor. Ayrim o'zini salomatligiga zarar yetkazadigan ishlarga odatlanib olgan, masalan, sigaret chekish yoki bir aroq ichishlik. U faqat o'zini salomatligiga zarar qilmaydi. Shunday otalar borki, ularni qilib qo'ygan ishlari tufayli farzandlarining salomatligiga putur yetadi. Qancha bir mayda, siz bilan biz e'tibor bermaydigan kamchiliklarimiz bor. Mana shu narsa farzandlarimizni tuzalmaydigan kasallarga chalinib qolishiga sabab bo'ladi. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, "Ey ota bo'lgan o'g'il bola, endi sen o'zingni mulking emassan. Endi sen oilangni mulkisan. Agar o'zingga kerak bo'lmasang, ayolingga keraksan, o'sha 3 ta 4 ta farzandingga keraksan." Sigaret chekishlik. Agar o'zing uchun tasha olmasang sigaretni, ayoling uchun tasha, farzandlaring uchun tasha. Sigaret xususida bir qator statistikani ko'rib chiqdim. Yer yuzida astma kasaliga uchragan yosh bolalarning ichida, endi necha millionligini Alloh biladi, 1 milliontasi otalarini sigaret chekkanligi sababli kasal bo'lar ekan. Yoningizda chekayotgan odam bo'lsa, shu chekayotgan odamdan chiqqan tutunni nafas olib turishligingiz sizni mana shu astmaga yoki rakka olib borar ekan. Shuning uchun sigaretni tasha olmayotgan akalar, agar farzandlaringizni yaxshi ko'rsanglar, tashlaylar. Agar sigaretni o'zingizlar uchun tasha olmasanglar, birodarlar, farzandlaringizni salomatligi uchun tashlaylar. Yana qaytarib aytaman, yer yuzida astma kasaliga uchragan yosh bolalarning ichida 1 millionga yaqini otalari sigaret chekkanligi sababli astma kasaliga duchor bo'lar ekan. Ko'zingizlarni katta ochinglar sigaret chekadiganlar. Endi bu tomondan tasha deb aytib qildira olmasak, endi bu tomondan aytishga to'g'ri kelyapti. Yelkasidagi mas'uliyatni his qilgan haqiqiy ota bolalarining sog'ligi haqida albatta g'am qilishligi kerak. Farzandlarning sog'ligiga e'tibor berishligi haqida suhbat qilamiz bugun. Farzandlarga infoq qilishlik otaning yelkasidagi vojib amal. Pul topdingiz, bularni sog'ligiga sarflashligingiz kerak. Farzandlarni jismoniy tarbiya qilishlikdagi eng birinchi ish ularga infoq qilishlik, yedirishlik, yaxshi yedirishlik. Bola o'sib turgan. Bolani jasadi ko'p vitaminlarga, ozuqalarga muhtoj bo'ladi. Endi shunday otalar yo'q emaski, topish tutishi yaxshi, bor, lekin oilasiga, farzandlarga sarf qilishlikka baxillik qiladi. Mumsilik qiladi. Qodir. Masalan, shunday bir ozuqa, shunday bir ovqatlar bo'ladi, yosh bolalar yoshligida yeyishi shart shuni. Chunki shuni yesa, suyagi baquvvat bo'ladi. Vitaminlarga boy bo'ladi, o'sishi yaxshi bo'ladi, aqlan, jismonan yetishligi oson bo'ladi. Ammo otalar bor, shunaqa otalar qilmaydi. Qarang, ota qodir bo'lib turib, ana shu vitaminlarga boy bo'lgan taomlarni, vitaminlarni olib bermasa, vitaminlarga boy bo'lgan mevalarni, taomlarni qilib bermaydigan bo'lsa, bola shu vitaminga muhtoj holda o'ssa, keyinchi mana shu vitaminni to'ldirishlik kerak bo'ladi. Taomga yoki mevaga sarflamagan pulini doriga sarflaydi. Baribir sarf qiladi, lekin sarf qilganda ham 10 barobar ko'p pulni sarf qiladi. Shuning uchun yoshligida yegizishlik kerak. Vitaminga boy bo'lgan oziq-ovqatni, meva-chevalarni. Agar o'sha mevani vaqtida yeganida bola o'ziga kerak vitaminni olar edi. Endi yemadimi? Endi doriga pul sarflaysiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Kulu washrabu va la tusrifu." Yeylar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Endi mana shu isrofning turlari bor ekan.
Birinchisi miqdordagi isrof. Ko'p yevorishlik. Ko'p yevorishlik. Ikkinchisi ma'lum bir taomning isrofi. Hozir aytayotganimizdek har kuni osh yeydi. Har kuni osh yeydi. Bola chaqani yaxshi yegizish kerak ekan deb turib har kuni osh yegizadi. Ya bu bir taomni ko'p qilishlik ham isrof bo'lar ekan. Qarang, baribir sarflaysiz buni. Baribir qonuni boqasiz, ammo bolangizga shu yoshida nima kerak? Qiziqib doktorga borganmisiz? Bolam 7 ga kirdi, kichkinasi 5 ga kirdi. Shu yoshda nimaga muhtoj ular deb borganmisiz? Yo'q. Astag'firu billah. Va alal mawludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf deydi Alloh taolo Baqara surasida. Ularni, ya'ni farzandlarni va onalarni yaxshilik bilan yedirib kidirish otaning zimmasidir. Yaxshi yedirish, yaxshi kiydirish otaning zimmasi. Mana infoq qilish. Hamma ota pul topadi bola chaqam deb. Bolasiga sarflashlik uchun topadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu daqiq hadisiga quloq tutamiz. Quloq oling. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillahi azza va jalla. Sen Alloh azza va jallaning yo'lida infoq qilgan bir dinor. Va dinarun fil masakin. Miskinlarga sen sarf qilgan bir dinor. Va dinarun fi raqabatin. Qul ozod qilishlikka sarf qilingan bir dinor. Va dinarun fi ahlik. Oilangga sarflagan bir dinor. A'zamuha ajran ad-dinaru alladhi tunfiquhu ala ahlik. Mana shu 4 ta dinorning ichidan eng afzali oilangga sarf qilgan dinor. Qarang, Alloh yo'lida berilgan pul, miskinga berilgan pul, bir qulni ozod qilish uchun berilgan pul va oilaga sarf qilingan pul. Afzali qaysi ekan? Oilangizga faqat siz sarf qilasiz. Endi boyagi miskinlarga, bechoralarga sizdan boshqalar ham sarf qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, eng yaxshi pul sen oilangga sarf qilgan puling. Chunki bu oilaga faqat sen infoq qilasan. Agar ota bolasini jismonan yetilishiga beparvolik qilayotgan bo'lsa, bu u tomondan juda bir katta xato hisoblanadi. Bola tug'ildi, ma'lum bir yoshga yetdi, tishlari qiyshayishni boshladi. Tuzatsa bo'ladi. Suyaklari qiyshayishni boshladi. Borib tuzatsa bo'ladi. Ammo tek qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, suyaklari qiyshiq o'sib, nogiron bo'lib qoladigan bo'lsa, balog'atga yetgandan keyin, esini tanigandan keyin shu bola meni mana shunday qolishimga ota-onam rozi bo'lgan ekan deydi, o'pkalaydi sizdan va haqqi bor. Tuzatsa bo'lardi bu kasalni. Qiz boladir, badanida bir qandaydir oq tushib qoldi. Vaqtida borib davolansa yo'qib ketadi. Agar tek qo'ysa, bu oqlik yayiladigan bo'lsa, bu qizni umuman turmushga chiqishdan mana shu narsa to'sib qo'yishi mumkin. Ko'chadagi ishimizni bahona qilibchi, farzandlarimizni salomatligiga beparvo bo'lyapmizmi? Albatta bu qilgan ishimizning mevasini totamiz. Faqat biz tortmaymiz, bolalarimiz ham totib qoladi. Qaraysiz, ichingiz eziladi, lekin poyiz ketdi. Shuning uchun bolalari o'sishlik arafasida turgan akalar, ukalar e'tibor qilib qo'yaylik. E'tibor qilib qo'yaylik. Hech qaysi ota, hech qaysi ona farzandini jismida, jasadida nuqson, kamchilik bo'lishini xohlamaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga e'tibor beradimi? Aytdik o'tgan darsimizda. Bolasi nechinchi sinfda o'qishini ham bilmaydigan otalar bor. Nima demoqchimiz bu darslar orqali, birodarlar? Bizning eng muhim ishimiz bola tarbiyasi. Eng muhim ishimiz. Uydagi asosiy ehtiyojlarni va sog'ligini saqlash uchun kerak bo'ladigan narsalarni hozir qilishlik otaning mas'uliyati. Mana qilmabsiz siz bolalaringiz uchun, menda ish qilmabsiz deb turib birov sizni ishingizni tanqid qilsa, himoya qalqoni bilan hujum nayzasini qo'lingizga olasiz. O'zi mana bo'lyapti-da. Himoya qilib turib hujumga. Qarang, ajoyib so'z bor ekan. Haqiqiy qahramonlik tanqid eshitmaydigan ish qilishlik emas. Balki tanqidni eshitgan paytda to'g'ri xulosa chiqara olishlik ekan.
Qaytarib aytaman, haqiqiy qahramonlik hech qanday tanqid qilinmaydigan ishni qilib qo'yishlikda emas. Balki kamchilik sizdan sodir bo'lgan paytda sizni tanqid qilsa, shundan to'g'ri xulosa olishingiz ekan. Imorat, uy, yashash joyi, maskan. Dang'illatib uyni qurib qo'ygan. Hashamatli uy. Tashqaridan qaraganda bironta bir nuqson yo'q. Tashqi ko'rinishi zo'r, ammo uyning ichida hech qanday qulaylik yo'q. Issiq suv, sovuq suv yo'q. Idishda ham, kirda ham, chillada eshkab chiqib yuvadi. Keyin pochkasi ketadi qizlarimizni, ayollarimizni, kelinlarimizni. Ha desa, shu kir yuyatuvdi. Va o'g'il bola uyda ustiga pul sarflamasdan hashamaga. Subhanalloh, hozircha million qilib turib chiqib ketibdi. Bir yil remont qilib tursangiz, keyingi yangisi chiqyapti. Ustiga emas, birodarlar, ichiga sarflaylik. Bormi? Ustiga choplayotgan pul ichiga qilaylik. Issiq, sovuq suv qilib beraylik. Bolalarni yuvinishiga bir issiq hammom qilib beraylik. Minimalli sharoit qilib beraylik. Bu biz yelkamizdagi vazifamiz, birodarlar, burchimiz. Shoyat shu darslarimizdan keyin ayrim birodarlarimiz uyga bir hammom yoki qandaydir shu issiq suv, sovuq suvni qilishga bu yelkalardagi vojiblar, akalar. Bali xolasangiz qilib beradigan narsa emas bu. Uy mustahkam bo'lish kerak. Bolalarning salomatligi xatar soladigan ishlar oldin olinishligi kerak. Masalan, aynaga rishotka qo'yib qo'ying, tushib ketmasin tashqariga. Agar uyingizda bir stupenkalar bo'ladigan bo'lsa, hali perilasini qilib qo'ying, tushib ketmasin bolalar. Bu yelkamizdagi vazifa, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ithman an yuzayyi man yaqut." O'zi ovqatlantiradiganlarni, ya'ni oila a'zolarini zoya qilishi bir kishi uchun yetarli gunoh. Qilib bermadingizmi sharoitda bo'lib turib, siz uchun mana shunisi yetarli gunoh bo'ladi. Bugungi darsimizda bolalarning badaniy tarbiyasi haqida, salomatligi haqida suhbat qilyapmiz. Mana endi ovqatlanishlikka taalluqli bo'lgan ayrim hadislarni o'qiymiz. Ota-ona farzandiga kiyinish, ovqatlanishlikdagi islomiy ko'rsatmalarni ta'lim berishligi kerak. Oldingizda bolangiz o'tirib ovqatlanadi, kuzatasiz. Qachon kuzatasiz? Svet o'chgan bo'lsa? Ana televizor o'chib bo'lsa. Mana shu televizor haqida dars qildik. Kim ovqatlanayotgan paytda televizorni o'chirib qo'yapti? Bir qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Qolganlar o'chirardi, o'shuning uchun qo'l ko'tarmayapti qolganlar. Subhanalloh. Ajoyib-a? O'tgan darsimizda aytdik-ku, agar o'zga sayyoraliklar kelib turib bunday qarab tursa, tashqaridan bizga bildirmasdan kuzatib. Televizorda ko'rib turib, biz unga bo'lgan bog'liligimizni ko'rib, shu iloh shakilik, bular sig'inadigan iloh shakilik desa kerak. Turib yoqamiz, cho'chiyatib ham qarab turamiz, kiyinayotib ham qaraymiz, kirib televizorda yoqamiz, bolamizga, ayolimizga qarash yo'q. Ya aytdik, televizor yomon narsa emas, bu haliga qilichga o'xshagan narsa, yaxshilikka, yomonlikka ish, lekin ota-ona bolasini qanday ovqatlanayotganiga e'tibor berishligi shart. Chunki qush inida ko'rganini qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad keltirgan, Imom Termiziy keltirgan hadisda: "Ma mala ibnu adama wi'an sharron min batni." Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Qaytaramiz. Odamning qornidan ko'ra yomonroq to'ldiradigan idishi yo'q. Hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Odam bolalariga belini tiklash uchun bir necha luqma taom kifoya qiladi. Fa in kana la mahalata, agar ziyoda yemaslikning iloji bo'lmasa, 3 dan biri taom uchun, 3 dan biri sharob uchun, 3 dan biri havo uchun. Nimani? Qorinni. Bolalarning jasadi, birodarlar, juda tez o'sadi. Shuning uchun ular nimaga muhtoj? Ko'p yesang kuchli bo'lasan deydi. Yo'q, noto'g'ri. Kerakini yesang
kuchli bo'lasan. Rasululloh aytayaptilar, inson to'ldiradigan idishlarning ichidagi eng yomon idish qorin. Endi agar ko'proq yeyishlik kerak bo'lsa, 3dan 1, 3dan 1, 3dan 1 deyapti. Biz nima deymiz? Kattalar bilan teng solib beramiz ovqatni. Yesang nima bo'lasan? Ko'p yesang katta bo'lasan degan uslub bilan agar muomala qiladigan bo'lsak, bolalarimizni yoshligidan kasal qilib qo'yamiz. Yoki shu ozgina ovqatga qonni to'ymaydigan bo'lib qoladi. Qanday yo'l tutishlik kerak? Bu savol emas. Chunki shariatimizda har bitta narsaga ko'rsatma bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziy keltirgan hadisda Ibn Abbos roziyallohu anhudan. La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu masna va thulatha. Hadis qarang. Mana endi ichimlik, suyuqlik ichishga qarash nima deyilgan? Tuya ichgandaqa bir ko'tarib ichmanglar deyapti Rasululloh. Ichiladigan narsani. Balki 2 ga 3 ga bo'lib ichinglar. Massul ma'a massan va la ta'ibbuhu abban fa innal kubada min al-abbi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suvni bir ko'tarishda simirib ichmanglar, balki bo'lib ichinglar deyapti. Chunki mana shu bitta ko'tarib ichishlik insonga zarar qilar ekan. O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Tuya tumshug'ini shunday suvga tiqadi, to'lgich ichadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsani siz bilan bizdan qaytaryapti. Mana shu narsani bolalarimizga o'rgatishligimiz kerak bo'ladi. Yana bir hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suv ichilayotganda mana shu idishning ichiga nafas olishdan Payg'ambarimiz qaytargan. Chunki bunda ham insonning jasadiga zarar bor. Taom va sharob odoblari. Agar ota bolasini bu narsani ichayotganda qarab tursa, bismillah deb ich, 3 bo'lib ich, nafas olma, o'tirib ich, ichib bo'lgandan keyin alhamdulillah deb ozgina nazorat qilib qo'ysa-chi, odat bo'lib qoladi. Odat bo'lib qoladi. La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, walakin ishrabu mathna va thulatha, wasammu idza antum sharibtum, wahmadu idza antum faragtum. Tuya ichgani kabi bir ko'tarib ichmanglar, balki 2-3 bo'lib ichinglar. Bismillah aytinglar agar boshlasanglar va alhamdulillah deyglar agar sizlar tugatsanglar. Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Agar sizlardan birortangiz suv ichsa, bas idish ichiga nafas olmasin. Men odatda endi yosh bolalar xuddi shunaqa suv ichadi. Nafas yetmay qoladi, suvni ichayotib, og'zidan olmasdan ichiga nafas oladi. Chunki hech kim qaytarmagan bu narsadan. Agar shu narsani zararligi tushuntirilsa, ota-ona e'tibor qilsa, shu odatini yo'qotadi. Biz o'zimiz-chi, o'zimiz qanaqa ichamiz? Bir chanqaganda bilasizmi, ko'tarasiz, tugaguncha. Yana tikka turib ichayotgan bo'ladi ular. Tikka turib ichayotgan bo'ladi. Imom Termiziyning rivoyatida shunday hadis bor. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "La yashrabanna ahadun minkum qo'iman, faman nasiya falyastaqi." Tikka turib suv ichmanglar deydi. Kim esdan chiqarib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib tikka turib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Mashaqqat bu qayt qilib chiqarish. Ammo tikka turib ichishlikni mashaqqati keyin qayt qilib chiqarishdan ko'ra yomonroq bo'ladi. O'tirib ichaylik. O'tirib ichaylik. Bilasizlar, birodarlar, hadislar bor. Kishi o'zining uyiga kirib kelyapti, bismillah desa, shayton eshik tagida qoladi. Agar bismillahni esdan chiqarsa, shayton aytadi askarlarga: "Ey, bugun yotoqqa joy topdinglar" deydi. Uyga kirib bismillahni aytib ovqat yesa, och qoladi. Agar bismillahni aytmasa, shayton askarlarga aytadi: "Bugun kechki ovqatga ham erishdinglar" deydi. E'tibor berishlik kerak, diqqat qilishlik kerak, o'rgatishlik kerak. Buni siz bilan biz o'rgatmasak, birov o'rgatmaydi. Mana taom yeyish haqidagi ayrim odoblarni aytib o'tamiz. Olim yoki yoshi katta insonlar turganda shulardan burun ovqatni boshlamaslik kerak yeyishda. O'rgataylik bolalarimizga. Katta odam olsin deymiz. Hozir bormi shu narsa? Apkalni bir chekkadan uraveradi. Endi hali bitta tovoqda bo'lsa kutib tursa kerak, lekin chiniga kelsa nima bo'ladi? Bismillah bilan boshlashlik,
o'ng qo'li bilan yeyishlik, har kim o'zini oldidan olib yeyishligi tovoqdan, 3 ta barmoq bilan yeyishligi, yonboshlab yoki suyanib olib ovqat yemaslik. Mana shu ham sunnatga xilof. Qo'lidan tushgan va dasturxonga to'kilgan taomni olib yeyishlik, taomni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik, ovqatdan keyin 2 qo'lni yuvishlik. Birodarlar, taomni odoblarida yana bittasi, hech qachon ovqatni yomonlab bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga ovqat olib kelsa, Rasulullohga yoqsa yerdilar, agar yoqmasa indamay qo'yardi. Yoshlar, yoqmasa yemay qo'yinglar. Chunki o'sha ovqat qilib kelgan eningiz yoki kelinoyingiz mehnat qilib ko'tarib keldi oldingizga. Shoshilmasdan yeyiladi, ortiqcha yeyilmaydi. Ko'proq odam tovoqqa qo'l uzatsa barakali bo'ladi. Ovqat issiq yeyilmaydi. Yeyilayotgan ovqatga puflanmaydi. Taomni bir chetidan yeb boriladi. Tikka turib yeyilmaydi. Tikka turib yeyilmaydi. Lekin dasturxon ustida gaplashib o'tirib ovqatlanishlik ham mustahab amallardan bo'ladi. Mana bilasizlar, ayrim g'ayri dinlarda ovqat yeyotganda umuman gapirmaydi. Indamaydi ular. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof. Hamda Allohga hamd aytiladi. Agar mana shu odoblarni bolalarimizga yoshligidan o'rgatsak, juda katta foydalarga erishamiz. O'zi avvalambor sunnatga amal qilishlik dinimizning talabi. Endi mana shu sunnat orqasida qanaqa hikmatlar, qanaqa foydalar borligini yaxshi bilamiz. Qarang, shariatimiz ovqatlanishlikda nimani avval, nimani keyin yeyishimizni ham o'rgatgan. Qur'onda oyat bor, birodarlar. Astagfiru billah. Va fakihatin mimma yatakhayyarun va lahmi toyrin mimma yashtahun. Jannatilar nimani birinchi yeydi, nimani keyin yeydi. Alloh taolo aytadi, yana o'zlari tanlab oladigan meva-cheva hamda ishtahalari tortgan qush go'shtlari ham aylantirib turilur. Go'shtdan avval nima yeyilyapti? Meva-cheva. Chunki meva hazm bo'lishi juda yengil bo'ladi. Oshqozonni ishlab qizib olishiga ko'mak beradi. Og'irroq bo'lgan go'shtni kirishiga oshqozonni tayyorlab turadi. Motorni qizdirib turadi, bizning tilda aytganda. Shuning uchun g'arb o'lkalaridagi odamlar mana shu narsaning hikmatini bilganidan avval nima yeydi? Salat yeydi. Sabzavot yeydi yoki meva yeydi. Bolani organizmi, birodarlar, ma'lum bir vaqtda muayyan vitaminga muhtoj bo'ladi. Ana shu muayyan vitamin bolani o'sishligiga sabab bo'ladi. Qaysi taomda qanday vitamin borligini bilishlik siz bilan biz yelkamizdagi vojib ish. Otalar, onalar. Nima foyda, nima zarar, buni bilishligimiz kerak. Arzimagan pulga beradi shu mevalarni. Agar vaqtida bermasangiz, keyin 10 barobar ko'proq pulni doriga sarflaysiz. Shuning uchun birodarlar, oziq-ovqat haqida yozilgan kitoblar juda ko'p. O'qib foydalanishlik kerak. Chunki sizga kerak bo'lmasa, bolangizga kerak bu narsa. Bolangizga kerak. Shuning uchun aytilinadi hikmatda, xoyrud dawa ma kana g'izaan va xoyru g'izain ma kana dawaan. Eng yaxshi dori ozuqa bo'lgan dori. Eng yaxshi ozuqa dori bo'lgan ozuqa. G'izai davai. Ozuqa mening davoyim. Bilishligimiz kerak. Endi haliga davlingiz oshgandan keyin limon siqib ichadigan bo'lib qolasiz. Mononi yesam davlindan nimaga shunaqa bo'lib qoldingiz, bilasizmi? Avval shunga amal qilmadingiz. Kasal bo'lganingizdan keyin endi nima qilasiz, saqlaysiz? Dieta saqlaysiz. Endi biz mana ovqatda mana narsa bor, mana borda bir sizlarga bir juda ham menyuda tayyorlab berishlik davoimiz yo'q. Lekin e'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Sedana haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habbati as-sauda fa inna fiha ash-shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor.
Sizlar biz olib ishlatayotgan aptekani dorilari, birodarlar, shu doktorlarda o'zlarini gapi, bir joyingizga foyda bo'lsa, bir joyingizga zarar. Yaxshi uyqudorini bittan ichasiz, yaxshi uxlaysiz. Xotira nima bo'ldi? Falon ukolni olasiz, beringizni tikka qilib qo'ydi, jigar nima bo'ldi? Bu dorilarda bir tomoni dori bo'lsa, bir tomoni zarar, birodarlar. Ammo tabiiy narsalar faqat foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sedanani shunday fazilati borligini aytibdi. Bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Payg'ambarimiz havoyi xohishi bilan gapirmaydi. Rasululloh nimani aytayotgan bo'lsa vahiy bo'ladi, birodarlar. Mana shu Misrda o'tkazilgan bir ilmiy anjumanda sedana haqida so'z ketgan. Mana shu sedana insonning immunitetini kuchaytirish haqida olimlar bir chiqishlar qilgan, dokladlar qilgan. Avvalgi hamma nonning ustida nima bo'lardi? Sedana bo'lardi. Juda ham arzon sabzavot mevalar bor, birodarlar, salomatchilik uchun katta. Agar olmadan ko'ra piyozni insonga foydasi 10 barobar ko'p desa kim ishonadi? Mana olmalar kelyapti. Tuxumdaqa bir xil. Chersang dangillaydi. 1 yil tursa ham so'limaydi. Qurt ham yemaydi uni-chi. Forma, rang, shakl bir xil. Agar bitta teshik qilsiz tushib ketaveradi hammasi bir xil. Genna modifitsirованный deb qo'yadi bularda. O'zimizni noqatda olmasa yaxshi. Qurti bormi chekasida? Ey, o'ylab yeylik. Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas dedi Alloh taolo. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonlar qo'li qilgan ish tufayli. Allohning ishiga aralashib qo'yapti bandalar. Hayvonga chachishtiryapti. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan mevaga chachishtiryaptiki, kattaroq bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Nimani yeyotganimizga qaraylik, birodarlar. Sholg'omning foydasi haqida o'qiysiz, hayron qolasiz. Karam arzimagan pulga beradi. Chakana vitamin bormi? Birodarlar, bu vitamin emas bular. Bular har bittasi apteka. Sizlar nimaga intervyu olyapsizlar, yoshlar? Fast foodga intervyu olyapsizlar. Dunyodagi eng ko'p semiz kasalligi ana shu Amerikada. 4 tadan bittasi semizlik kasalligiga duch kelgan ekan. Yaqinda bir dokumentariy film ko'rdim. 30 kun faqat fast food yedi. O'sha sizlar o'lib xursand bo'lib yeyotgan ukalar. 30 kunda bilasizmi? 6 kilo semirdi. Nafas olishi qiylandi. 30 kun faqat shu narsani yedi. Ertamanga ham, kech paytga ham 30 kun yedi, kasal bo'ldi. Shuning uchun qog'ozga o'rab yiltiraq qilib qo'ysa, yevermaylar har narsani. Yeyotgan tovuqlaringlarni qaranglar, plasmassa. Yeyotgan tuxumni qaranglar, birodarlar. Chaqingda sarig'i turmaydi joyda, yayilib ketadi. Rosakam tovuqni tuxumini chaqing, turadi hali karishniy bo'lib o'rtadagisi. Yayilmasdan. Qaranglar nima yeyotganinglarda. Bu narsani albatta salomatligimizga ta'siri bor. O'sha unavi tovuqni yeng. Zo'r. Ekan bozordan bitta tovuqni so'yib chiqib pishirib yeng-da. Xulosa, oziq-ovqatga taalluqli bo'lgan ilm bilan qiziqaylik. Bolalarimizga nima foyda, nima zarar bilaylik. Haftada bir marta o'sha baliqmidi yoki bir boshqa narsamidi olib kelib beraylik, bari olib beryapmiz. Mana bu plastmassa sintetik bo'lgan narsa. Birodarlar, shariatimiz siz bilan bizni har kunlik hayotimizda kerak bo'ladigan ko'rsatmalarni batafsil bayon qilib bergan. Uyg'onganda nima deyish kerak, kiyim kiyayotganda nima deyish kerak, ko'chaga chiqayotganda qanday ish qilishlik kerak, qadamma-qadam hamma narsani siz bilan bizga bayon qilib bergan. Taom va sharobni odoblari juda ham yengil, deyarli ko'pchiligimiz buni tatbiq qilamiz va mana shu narsani siz bilan biz tatbiq qilishligimiz farzandlarimizni bizdan ko'rib o'rganishligiga sabab bo'ladi. Birinchidan, taomni barakoti, birodarlar, ovqatlanishlikdan avval va keyin qo'lni va og'izni yuvishlikda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Termiziy keltirgan hadisda aytadilar: Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Taomning barakasi undan avval va keyin tahorat qilishlikda, ya'ni qo'lni yuvishlikda, og'izni chayqashlikda. Tahorat degan so'z
bu namozga qiladigan tahorat emas. Ovqat uchun tahorat qilishlik degani qo'lni yuvishlik va og'izni yuvishlik bo'ladi. Endi kimdir aytishi mumkin, endi shuni ham gapirish shartmi? Vaqtni ketkazib. Buni hammamiz qilamiz-ku. Biz uchun oddiy narsa-yu bu qo'lni yuvishlik. Masalan, hojatxonadan chiqqandan keyin qo'lni yuvish, ovqatlanishidan avval qo'lni yuvishlik. Ha, birodarlar. Bu biz uchun oddiy narsa bo'lib qolgan musulmonlarga. Qonimizga singib ketgan. Ammo shunday bir xalqlar bor, nafaqat ovqat yeyishlikdan burun qo'lini yuvmaydi, balki hojatxonadan chiqib ham qo'lini yuvmaydiganlari bor. Yana bular sizga shaxsiy gigiyenadan nima qiladi? Ta'lim beradi. Mana shu avvalgi darslarimizda aytib o'tganmiz. G'arb mamlakatlarida birida katta supermarketning tahoratxonasida musulmon odam tahorat olayotdi. Oyog'ini rakvinaga solib yuvayotdi. Boshqa bir din va boshqa din vakili kirib, haligini ko'rib g'ashi keldi. Ey dedi, bu yer poklik uchun qilingan. Oyog'ini solib bu yerda iflos qilma deydi. Haligi musulmon dinini biladi, e'tiqodini biladi, o'zini pozitsiyasida mustahkam. Shunga qarab turib, xotirjam oyog'ini yuvishda davom etib, senga savolim bor deydi. So'ra. Bir kunda necha marta betingni yuvasan deydi. Ha, ertaban bir marta yuvaman. Kunduzi bir qizib kelsa, isib kelsam bir marta yuvaman deydi. Hali musulmon ikkinchi oyog'ini yuvayotib turib, bilasanmi, bir kunda men bu oyog'imni necha marta yuvaman deydi. Tushunarlimi? Demak, ovqatdan avval qo'l yuvishlik musulmon odam uchun savol emas, bu singib ketgan. Esimizni tanibmizki, ota-onalarimizni bizdan kattalarni shu ishni qilganini ko'rganmiz va bu narsani biz ham qilib kelamiz. Shuning uchun aytamiz, tarbiya berishlikning eng afzal yo'li bu ibrat bo'lish. Biz o'zimiz qilib ko'rsatsak, bolalarimiz albatta bu narsani yuqtiradi. Mana butun olam sog'liqni saqlash tashkilotini bayonotiga qaraganda, har kuni olamda 300 million odam kasalga, yuqumli kasalga chalinar ekan. Sababi qozoi hojatdan keyin yoki ovqat yeyishlikdan avval va keyin qo'lini yuvmaganligi sabab bo'lar ekan. Qarang, payg'ambarimizning bitta sunnati qo'lni yuvishlik. Ovqatlanishdan avval 300 million odam bir kunda har kuni kasal bo'lar ekan. Yana ana shu ma'lumotlardan statsionar davolanishda yotgan bemorlarning har 10-si turli infeksion kasallarga chalinadi, shifoxonaning o'zida turib. Nima sabab? Qo'lini yuvmaganligi sabab. Rivojlangan mamlakatlarda shifoxonadagi 100 ta bemorlardan 7 tasi chalinar ekan shu yuqumli kasalga. Endi rivojlanmaganroq mamlakatlarda bemorlarda 10% yuqumli kasallikka chalinar ekan, qo'lini ovqatdan avval va keyin yuvmaganligi uchun. Albatta ovqatlangani kelar ekanmiz, qo'limizni yuvamiz. Endi oyoq kiyimiz ushlagan bo'lishingiz mumkin, qo'lingiz har xil devolmidi, boshqa narsaga tekkan bo'lishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ovqatdan avval qo'lni yuvishlik. Ibn Majah va Bayhaqi Anas ibn Malik roziyallohu anhudan keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Man ahabba an yukthirallohu khayra baytihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu va idza rafa." Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'z uyining xayriyatini Alloh taolo ko'paytirishini xohlasa, yaxshi ko'rsa, bas uning tushlik ovqati olib kelinganida ham, olib ketilganda ham tahorat qilsin dedi. Ovqat keldi, avval qo'lingizni yuvdingiz, yeb olib yana yuvdingiz. Uyingizni xayriyatini Alloh ko'paytiradi deyapti. Qaranglarda oddiy narsa. Uyingizda xayriyat ko'p bo'lishini xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qo'lingizni yuving ovqatdan avval, qo'lingizni yuving ovqatdan keyin. Ikkinchi odobi, ovqatlanishdan avval tasmiya aytishlik, yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Iza akala ahadukum falyadhkur ismalloh." Birortalar ovqatlansanglar, Allohning ismini zikr qilinglar. Fa in nasiya an yadhkura ismalloh fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi va akhirih. Endi birortalar ovqatda avvalida bismillah deyish esdan chiqib qolgan bo'lsa, bismillah deyish esdan chiqib qolgan bo'lsa, ovqatni yeb bo'lgandan keyin avvaliga ham oxiriga ham bismillah deb qo'ysin dedilar.
Tasmiyani ma'nosi birodarlar, Allohning nomi bilan ishlayapman bu suvni yoki ovqatni. Yana Alloh taolaning ne'matini birodarlar eslashlik. Bismillah deb qo'yishlik. Endi bizga bismillahirrohmanirrohim deb o'rgatishgan, lekin bismillah deb qo'ysa ham mana shu tasmiya bo'laveradi. Bismillahirrohmanirrohim degan vaqt ketadigan bo'lsa, nima ekan? Bismillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati shunday bo'lgan. Rasululloh qachon biror narsani yesa, ichsa, alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Bizlarni yedirib, ichirib, musulmonlardan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Uchinchidan, oldimizga qo'yilgan ovqatni maqtamaslik va yomonlamaslik. Qarang, muhtasham bo'lmas ekan. Olib kelingan ovqatni yomonlamaslik va uni ortiqcha maqtamaslik. Oysha onamiz aytadilar: "Ma zamma ta'aman qat." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamagan. Shunday odamlar bo'ladi. Albatta bir narsa deydi-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib ketibdi, tuzsiz bo'lib qolibdi, yaxshi qaynamabdi, dam yemabdi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati u zotning oldiga bir ovqat olib kelinsa, yoqsa yeganlar, yoqmasa chekiga surib qo'yavergan. Ma zamma ta'aman qat, lakin idza a'jabahu akalahu va in karihahu tarakahu. Imom Muslimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hech qachon oldiga qo'yilgan taomni yomonlamagan. Agar yoqtirsa yegan, yoqtirmasa uni nima qilgan? Tark qilgan. Ortiqcha birodarlar maqtab bo'lmaydi ovqat. Yomonlab ham bo'lmaydi. O'zi ovqatni kim yomonlaydi bilasizmi? Ortiqcha maqtaydigan odam yomonlaydi. Asal olib ketibdi-ya, qara-ye. Qiyom bo'lib ketibdi-ya, bunaqa ovqat yemaganmiz. Yo'q, bo'lmaydi. Bu haligi qorinni g'ami bilan, qorinni qulchiligi bilan yurgan odamdan bo'ladi bu narsa. Yedik, alhamdulillah. Oshpazga rahmat. Mazali bo'pti. Yetadi. Yetadi. To'rtinchidan, o'ng qo'li bilan yeyishlik va o'zini oldidan yeyishlik. Imom Muslimdan keltiriladi. Umar ibn Abi Salamadan u kishi aytadi: "Kuntu g'ulaman fi hijri Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida bir yosh bola edim, kichkina bola edim. Va kanat yadi tatishu fi safati. Qo'lim o'rtaga qo'yilgan tovoqning ustida ovqat ustida aylanib yurardi. Har yerdan olib yeradi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya g'ulam, sammillah va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bola dedi. Bismillah degin. O'ng qo'ling bilan yegin va o'zingni yoningdan yegin. Qarang, Rasululloh ovqatni ustida mana shu yosh bolaga ta'lim beryapti. Shuning uchun uyimizda farzandlarimiz bilan o'tirgan paytimizda ularga ta'lim berishligimiz vojib bo'ladi. Hatto ovqat ustida ham. Endi ovqat ustida hammamiz ham yosh bolalarimizga ta'lim beramizmi degan savolga hammamiz ham ha deb javob bera olmasak kerak. Nima bor oshxonada? Nima bor? Televizor bor. Kim keldi dasturxon ustiga? Hamma keldimi, yo'qmi? O'ng qo'li bilan yeyaptimi, chop qo'li bilan yeyaptimi? Chap farqi yo'q. Kim turib ketdi birinchi yeb, ahamiyati yo'q. Nima qilinadi? Tek tur. Yaxshi, hali ovqatda sho'r bo'lgani, shirin bo'lgani ham farqi bo'lmagani yaxshi. Avvalgilar qanaqa edi? Mana yoshi o'g'larimiz aytsin. Hamma kelmagunicha dasturxonga ovqatga qo'l uzatilmas edi. Hamma keladi, ovqat qo'yiladi va katta boshlab berar edi bismillah deb. U yog'i keyin yoshga qarab ketaveradi. Onasi oladi, katta farzandi oladi va hokazo bo'lardi. Hozir ham shunaqami? Hamma yerda emas endi. Mana deyotganlar bizga da shunaqa demoqchi bo'lyapti bu yerda. Lekin ko'pchilik shu televizorga ko'zi tushganligi uchun, televizor bilan fikri zikr ovora bo'lib qolganligi uchun qaramay qo'ygan bolalariga. Turib ketdi yeb. Yeb turish bachcha. Tinch qo'yish meni ozgina. O'zi dasturxonning usti bitta madrasa edi, birodarlar. Ovqatlanib o'tirib ota
bir hikoyani aytib bersin, bir hadisni aytib bersin yoki boshidan o'tkazgan ibratli bir voqeani aytib bersa, ovqatni usti o'zi madrasa edi. Agar svet o'chib qolsa. Agar svet o'chib qolsa. Bilasizmi, svet o'chib qolsa siqilib ketasiz, nimani gaplashasiz? Biz televizor bilan ulfat bo'lib qolganligimizdan televizor o'sa, svet o'chib qolsa siqilib ketamiz. Qaraymiz. To'rttami xotin bo'lamiz. Mana u kim? Masalan 30 yil, 40 yil avvalgi holat bilan dasturxon ustidagi holat bilan hozirgini taqqoslasa, farqni juda katta bo'lib ketganligiga guvoh bo'lamiz. Umumiy qilib olganda, umumiy qilib aytganda, farzandlarimizni tarbiyasiga bee'tibor bo'lib qolganimizdek, ovqatlanishiga ham e'tibor bermay qo'yganmiz. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ey bola, bismillohda o'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye." 5-odobi tiyanib o'tirib yoki biror narsaga suyanib o'tirib ovqatlanmaslik kerak. Mana shu narsa ham musulmon odobiga to'g'ri kelmaydi. Chunki suyanib olib, tayanib olib o'tirib ovqatlanishlikda ulamolar kibrga ishora bor deyshadi. Yana salomatchilikka ham zarari bor ekan bu narsa. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Buxoriydan, "La akulu muttakiyan." Suyanib o'tirib yemayman degan payg'ambarimiz. Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Ma ru'yan nabiy sallallohu alayhi va sallam ya'kulu muttakiyan qat." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyanib o'tirib ovqatlangani biron marta ko'rilgan emas. Rasululloh hech qachon suyanib o'tirib ovqat yemagan ekan. Undan tashqari, yosh kattaroq odam o'tirgan bo'lsa oldingizda, fazilatli kishi o'tirgan bo'lsa, ilmli odam o'tirgan bo'lsa, suyanib o'tirib olib yeyishlik ham bu beadablik hisoblanadi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga Zaydul Xoyl ismli kishi keldi. Islomda qabul qildi. Rasululloh uning ismini Zaydul Xoyr deb o'zgartirdi. Uni muborakbod qilib payg'ambarimiz aytdiki, qaysi bir kishini menga sifatlashgan bo'lsa, uni ko'rganimda ular sifatlagandek emasligini topganman. Faqatgina sen bundan mustasno ekansan. Seni qanday sifatlashgan bo'lsa menga shunday ekansan dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini o'zini uyiga taklif qildi. Uyga kirganida shu suyanib o'tiradigan yostiqmidi, bolishmidi narsani payg'ambarimiz oldiga uzatdi. Ya'ni suyanib o'tir deb turib bo'yinga bolish yoki yostiqni uzatdi. Shunda hali kishi qarang nima dedi? Sayyidul Xalqning uyida turibdi. Rasululloh ruxsat berdi. Ammo hozir musulmon bo'lgan odamning gapini qarang. Vallohi ya Rasululloh, sizni oldingizda men hech qachon suyanib yoki yonboshlab o'tirmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmatdan. Ilm majlisida, masjidda, mana bir salohiyatli kishilarning oldida o'tirganda odobni esdan chiqarmaslik kerak. Endi uzri bo'lsa mayli. Kasal bo'lsa yonboshlab bersin, betob bo'lsa beli kasal bo'lsa suyanib bersin, mayli. Lekin sopposoq odam suyanmay, tayanmay o'tirib ovqatlanishligi kerak. 6-dan ovqat ustida gaplashib o'tirishlik. Ovqat ustida gaplashib o'tiramiz biz. Endi albatta gapirish ekan deb to'g'ri kelgan gapni gapira olmaymiz. Foydali gapni gapirishimiz kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirganlarida sahobalar bilan gapirardilar. Endi agar jim o'tirib ovqatlanish bo'lsa-chi, hamma jim. Taqir-tuqur yeyapti. Xuddi kim birinchi yeb bo'lishlikda musobaqa o'ynaganga o'xshaydi. Musulmon odamga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Lekin hozir aytib o'tdik, oshxonaga ham televizor qo'yib olganmiz. Ovqatlanayotganimizda ham uni gapiga quloq solamiz, shuning uchun o'zaro gaplashib o'tirmaymiz. Ovqatlanayotganda o'chirib qo'yaylik. Qaraylik bolamiz qanaqa ovqatlanyapti? Chapillayaptimi? Cho'rillayaptimi? Nima qilyapti? Bundan tashqari alohida o'tirib ovqatlanishlik birodarlar uydagi barakani ketishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir tovoqning ustida odamlar qancha ko'p jamlansa, Alloh taolaning barakati shuncha ko'p yog'adi. Alloh shuncha rozi bo'ladi.
alohida bo'lib ovqatlanishlikda yana bir salbiy tomonlari xotin halajga mashaqqat olib ketadi. Har bittasiga alohida choy damlab kelaverib, alohida ovqat isitib kelaverib, shuning uchun bir o'tirishlikka odatlanishlik kerak bo'ladi. 7-dan mezbonni haqqiga duo qilishlik. Mana endi yedik, mehmonda ichdik, uni haqqiga bir duo qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Chunki yugurdi, yeldi, biz uchun xizmat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana ma'sur duo. Ovqatlandik, endi haqqiga duo qilamiz. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallata alaykumul malaika. Mana shu duoni yodlab qo'ysak juda ma'qul bo'ladi. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallata alaykumul malaika. Ro'zadorlar sizning huzuringizda iftor qildi. Taomingizni yaxshi insonlar yedi va maloikalar sizga salovat aytdi. Mana shu duoni o'qib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Abu Dovud va Termiziy Anas ibn Malik roziyallohu anhudan keltirgan hadisda aytiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Ubodaning huzuriga keldi. U non bilan yog' olib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yedida uni haqqiga mana shu duoni o'qidi. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallat alaykumul malaika. Mana endi ovqatlanishlikdagi sunnat bo'lgan amallar avvalida, oxirida bismillah deyish, avvalida bismillah deyish, oxirida alhamdulillah deyish, ovqatdan avval qo'l va og'izni yuvish, ovqat ustida gaplashib o'tirish, suyanib, tayanib o'tirib ovqatlanmaslik, o'ng qo'li bilan yeyish, o'zini yonidan yeyish, mezbonni haqqiga yoki ovqat tayyorlagan odamning haqqiga duo qilish va ovqatni ayblamaslik va ortiqcha maqtamaslik. Yana ana shu dasturxon ustida, ovqat ustida e'tibor berish kerak bo'lgan narsa ko'proq to'rida o'tiradigan odamlarga tegishli. Ovqat hammaga olib kelinmasdan avval tevadagilar ovqatni boshlab olmasligi kerak. Chunki ko'p kuzatamiz va ko'p odamlardan shikoyat eshitamiz. Sho'rva keladi nonushtada, tevaga keladi birinchi, tevadalar kelishiga boshlaydi. Bular tugatguncha narigilarga kelib ulgurmaydi. Keyin tevada o'tirganlar nima qiladi? Duo qilaylik deydi. Chunki nariga nonushtaga nima qilish kerak? Ayniqsa hozir shu narsa juda bo'lib ketdi. Nonushtalar ko'p, alhamdulillah. Shuning uchun to'rida o'tirganlar bo'ladimi? Oilani kattasi bo'ladimi? Shu dasturxon ustida o'tirgan katta odam shuni nazorat qilishligi kerak. Hammaga keldimi? Hammaga keldi. O'shuning uchun uydagichi qiz kelinlar ovqatlanmaydi ham o'tirib hamma bilan. Odoblardan yana bittasi, kattalar qo'lini uzatmasdan turib, kichkinalar taomga qo'l uzatmaydi. Farzandlarga mana shu narsadan ta'lim berishlik kerak. Hamma o'tirsin, hamma ovqat kesin, hamma teng boshlasin. Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki: Kunna idza hadarna ma'a Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa yada'u yadahu. Huzayfa aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan dasturxon ustida bir o'tirib qolsak, ovqatga qo'lini uzatmagunlaricha biz qo'limizni uzatmas edik. Demak, mana shu narsa sunnat bo'ladi. Yana bir hadis Imom Muslimdan bu hadis. Kana alayhi salatu vassalam idza akala ta'aman la'iqa asabiyahu thalath. Rasululloh ovqatlanib bo'lganlardan keyin 3 ta barmoqni yalab qo'yardilar. Dasturxon ustidagi odoblardan yana bittasi Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam idza waqat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yadaha lish-shayton. Payg'ambarimiz aytdilar, agar birortangizning bir luqmasi tushib ketsa, bas uni olsin, tekkan aziyatni ketkazib tozalab yeb qo'ysin. Uni shaytonga tashab qo'ymasin. Chunki bilmaysiz barakat qaysi guruchda edi. Bir tovoq oshda bitta guruchda edi yoki ikkita guruchda edi. Ehtimol tushib ketdi shu. Biz barakat qaysinda ekanligini bilmaymiz.
Musulmon odam Alloh taolo unga bergan ne'matlarni qadrlaydi. Ularni xorlamaydi. Ovqatni xorlash qanaqa bo'ladi? Tashlab yuborishlik. Axlatga tashlab yuborishlik. Olib keldi, yedingiz oshib qoldi. Oshib qolganini hayvonga berishlik bu xor qilishlik emas. Yemadingiz, oshib qoldi. Masalan, non edi, ozgina suvga ichilib bir baratroq joyga qo'yib qo'ying-da, qushlar yeb ketadi. Yoki birinki oshdan ozgina qolib qoldi. Idishga solib baratroq qo'yib qo'ying-da, qushlar yeb ketadi. Yoki hayvoni bor odamga olib chiqib bering. Mana shunda ham ajr bor. Paketga tashab turib ovqatda axlatga irg'itilayotganligining guvohi bo'lamiz, birodarlar. Musulmon odamga hech ham bu narsa yarashmaydi. Birodarlar, musulmon odam ovqatni axlatga tashlaganligini ko'rganda qalbi ezilib ketadi. Chunki qancha musulmon yurtlarida ochlik, qiyinchilik, mashaqqatni kattaligidan ovqat topolmayotganlar bor. Birodarlar, Alloh taolo bizga bergan ne'matlarni qadrlasak, ne'mat davomiy ustimizda turadi. Agar xorlab, axlatga tashab, noshukrlik qilsak, Alloh taolo olib qo'yadi. Mana ayrim arab mamlakatlarida birodarlar shunday odati bor. Butun boshli tuyani bolasini butun pishirib tovoq olib kelib qo'yadi. Atrofida bir 100 kilo guruch solib qo'yadi. Ko'rgansizlar. Hali hurmatli mehmonga katta tovoqda butun boshli tuyani bolasi butun pishirib olib kelindi. Oladida 100 gram yesa yeydi, yemasa yemaydi. Guruchga og'iz tegadi, qolgan olib chiqib axlatga tashlanadi. Biz oramizda ham yo'q emas. To'y turkin qilgan odamni oshib qolgan ovqatlarini hayvonga olib chiqib bermasdan axlatga tashlaganligini ko'ramiz. O'rgataylik shu narsani bolalarga. Eskilarimiz nonni shunday bir qadrlaganki, yerga tushib kelsa olib, o'pib, peshonasiga chiqarib turib birga qo'yib qo'ygan. Nonni olib turib bunday oldini osib tashlab olayotganlarni ham ko'rib qolasizlar. Bizga yarashmaydi, birodarlar. Musulmon odamga yarashmaydi. Ichimlik ichish odoblari. Suv ichishlik odoblari. Birodarlar, musulmon odam sulukiyatini tartibga keltirsa, ichishini, kiyinishini, yurish-turishini, gapirishini, mashina minishini, tijoratdagi fe'llarini tartibga keltirsa, birodarlar, bunaqa odamning ustida Alloh taoloning barakati doimiy bo'ladi. Suv ichishlik odoblari. Bismillah va alhamdulillahni aytishlik avvali va oxirida va 3 bo'lib ichishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Imom Termiziydan: La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir. Tuyaga o'xshab bir ko'tarib ichmanglar. Tuya ko'rgansizlar, tumshug'ini suvga shunday tiqadida, qorni ishib to'yguncha tumshug'ini uzmasdan ichadi. Bir nafas bilan. Nafas olib turib, tumshug'ini suvdan ko'tarmay ichadi. Payg'ambarimiz bir ko'tarib ichmanglar dedi. Balki 2 ga 3 ga bo'lib ichinglar. Tuyaga o'xshab ichimlikni bir ichishda, bir ko'tarishda ichmanglar. Balki uni 2 va 3 ga bo'lib ichinglar. Agar ichsanglar bismillah deinglar, ko'tarsanglar, tugatsanglar alhamdulillah deinglar dedi. 3 bo'lib ichamiz ekan. Bir kishiga ichimlik beruvdi, bitta ko'tarib ichib qo'ydi. Haliginga 2-3 bo'lib ichish sunnatligini bilmaysanmi dedi. Unda 2-3-sini ham beringlar dedi. Bu biz qo'limizga tekkan suvni 3 bo'lib ichishda aytyapmiz. 2-3-sini ham beringlar dedi. Ikkinchidan, idishni tumshug'idan ichishlikdan qaytarilganmiz, birodarlar. Unda qana bo'ldi? Qaysi ichishimiz? Plastik butilka bilan desak chiroyli bo'lardi. Ko'pchilik ichayotgan idishda, birodarlar, tumshug'idan ichmaslik kerak bo'ladi. Agar bitta o'zi ichayotgan bo'lsangiz va idish bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda, mayli. Uchinchidan, ichayotgan ichimlikka puflashlikdan, birodarlar, qaytarilganmiz. Puyda bo'lmaydi. Puyda bo'lmaydi. To'rtinchidan, o'tirib yeyishlik, o'tirib ichishlik ham, birodarlar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siz bilan bizga buyurgan amallaridan. Endi tik turib suv ichayotgan odamni ko'rib payg'ambarimiz o'tirib ichishligini aytgan. Ammo payg'ambarimiz o'zi ham Zamzam suvini Ka'ba atrofida tavof qilayotganlarda tikka turib ichganliklari rivoyat qilinadi, sahih rivoyat. Ammo bu zarurat bo'lgan holatda, o'tirib ichishlikka mutlaq imkon bo'lmagan paytda zaruratdan mumkin. Lekin musulmon odam o'tirib ichishlikka haris bo'lishligi kerak.
Chunki payg'ambarimiz mana shu narsaga buyurganlar. La yashrabanna ahadun minkum qoiman. Sizlardan bittanglar tikka turgan holda suv ichmasin dedi. Chunki tikka turib suv ichishlik birodarlar jigarni kasal bo'lishiga sabab bo'ladi deydi tabiblar. Tikka turib suv ichishlik va bitta ko'tarib ichishlik jigarni kasal qiladi. Payg'ambarimiz ham juda bir nodir holatlarda tikka turib suv ichganligi mana hadislarda keltirilgan. 5-dan kumush va oltin idishdan ovqat yemaslik, suv ichmaslik. Sof oltin va sof kumushdan yasalgan idishda ovqat yeb bo'lmaydi, ichimlik ichib bo'lmaydi. Bu shar'an harom. Ammo tilla suvi yurgizilgan bo'lsa, kumush suvi yurgizilgan bo'lsa bundan mustasno. Chunki sof oltin birodarlar qimmatbaho narsa bo'ladi. Katta pulni to'xtatib qo'yishlik bo'ladi. Agar shu oltindan bo'lgan idishni puli qo'lida mol bo'lib turadigan bo'lsa, aylanadi bu pul. Jamiyatga foyda keltiradi. Bu puldan zakot beriladi. Ammo idish tovoqdan berilmaydi-da. Bunda kibrga ishora bor. Kibrga ishora bor. Man shariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi min nari jahannam. Payg'ambarimiz Imom Muslimdan keltirgan hadisda aytganlar, Ummu Salama onamizdan, kim oltin yoki kumush idishdan ichsa, bas albatta qorniga jahannam o'tini ichibdi. Ya'ni jahannamda o'tidan ichiga yutkazibdi deydi. Bu endi albatta kibr uchun, faxr uchun qilinadigan ish. Oltindan bo'lgan idishda suv ichdik. Falonchini uyini ruchkalari oltindan ekan. Falon poshshoda unitasi nimadan ekan? Eshitib qolasizlar, qara vannasi oltindan ekan. Qani o'sha odam, vannani oltindan qilgan odam? Ketdimi? Vannani oltindan qilgani uchun qiyomatda javobgar bo'ladi. Qaranglarda, bizni tushunchalarimizni, o'lchovlarimizni shu g'arbdan olayotganligimiz uchun ular zo'r deb ko'rsatgan narsani zo'r deb qabul qilyapmiz. Uydagi hamma ruchkalarni oltindan qilib qo'yibdi deydi. Desa havas qilinadi haqiqatan zo'r o'tdi deb. Ya'ni zebu zinat, hashamda, kibrda shu darajaga yetib bordiki, katta mablag'ni idish tovoqqa band qilib qo'ydi. 6-dan idishni dars ketgan joydan, uchgan joydan ichishlik ham birodarlar shariatimizda qaytarilgan. Uchgan, dars ketgan joydan ichishlik man qilingan. Bu makruh. Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz dars ketgan idishni dars ketgan joydan suv ichishlikdan va puflashlikdan man qilganlardi. 7-dan oshqozonni ovqat va suv bilan to'ldirib olmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi." Odamiy, ya'ni inson bolasi to'ldiradigan eng yomon idish bu uning qorni. Qorni inson to'ldiradigan eng yomon idish. Bihasbi ibn Adama luqaymatin yuqimna sulbahu. Umurtqasini tikka turishiga sabab bo'ladigan ozgina luqma kifoya qiladi inson bolasiga. Qaranglar, mana hozir abed qilmasak bo'lmaydi-da hozir. Ramazonda qaranglar-da, saharlikni yengil qilganmiz, yuraverdik. Iftorda saharlikda ozgina ovqat yeb yuraverdik. Demak, abed oshcha edi ekan. Lekin nima qilmaymiz? Yaxshilab yeymiz. Ko'p yeyish kerak emas, birodarlar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fa in kana la budda fa'ilan", agar yeyishi yoki ichishi kerak bo'ladigan bo'lsa, fa sulusu li-ta'ami va sulusun li-sharobi va sulusun li-nafasi. Endi ovqat ishlik shart bo'ladigan bo'lsa, qornining 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga. Taom va sharob odoblari birodarlar shulardan iborat. Tatbiq qilishlik oson. Avvalambor o'zimiz tatbiq qilaylik va bolalarimiz bu narsani o'rgansin. Inshaalloh birodarlar, ijtimoiy tarbiya, ijtimoiy odoblar faslida biz ovqat va sharob odoblarini gaplashdik. Keyingi darsimizda inshaalloh salomlashlik odobi haqida suhbat qilgan bo'lamiz.
ijtimoiy odoblar darslarida biz taom sharob odobi, salomlashish va izn so'rash odobi, majlis va so'zlashish odobi, hazil odobi, muborakbod etishlik odobi, kasalni ziyorat qilish, ta'ziya bildirish odobi, esnash va aksa urish odoblarini ko'rib chiqamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Seperti itu.